Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Samsung Dehqon bozoriga keldik va shu yerdan yangiliklarni va telefon narxlarini tanishtirib beramiz. Odam dum ko'p obunachilar. Hozir birgalikda odam sal siyraklashganda videoni boshlaymiz. Norozbek aka, buni odam bor, obeddan keyin ozonda ko'p bo'ladi dedingiz, obeddan keyin odam bo'lmaydi dedingiz. Endi bozor bu yoqqa bu yerda ham skidkada baholarda sotiladi, ham eng arzon bo'lgan hamma telefonlar zo'r narxda. Shu kerakliklarimiz iPhone 16 Pro Max. Obunachilarimizga bu yangilik bormi? Aytamiz, zo'r yangiliklar bor. Bahosini aytamiz. Liboy odamga telefon beramiz. Bir dona pasport olib keladi. Endi umuman pul bermaydilar. Telefonni ko'rib kelsa maqqalimiz iCloud ham qo'yamiz. Samsung ham iPhone ham Redmi ham farq yo'q. Asos telefonni narxlarini, adreslarni tushuntiramiz, video boshlaymiz. Ketdik. Xo'p, Norozbek aka, nima yangiliklar endi? Og'a yangilik har doimgidek obunachilar o'zini narx qiziq bo'ladi. Shu narxni bir yandan tanishtirib o'taman. Birinchi Samsungdan. Hammasi 1 yil ofitsiallik garantiyali bo'ladi. Og'a har doim aytganimizdek tushuntirib o'taman. Go'ri basinglar telefonning o'zi. Bu telefonimiz Samsung A07 bo'ladi. 128 ga 1.620 ming so'm. 1 yil ofitsiallik garantiyali. Samsung A17 ga o'tadigan bo'lsak, og'a 2.360 ming so'm. Samsung A27 modeli og'a 3.430 ming so'm. Tez aytibman-da, endi boshqa vajlar ham bor. Samsung A37 8 ga 128 ga 4.235 ming so'mdan. Bu 57 bu. Bu 37. 37 ishkir. Samsung 57 128 ga 4.860 ming so'm, 256 ga 5.170 ming so'mga. Shu ko'rib turgan modellar. Plus endi yanında no beradi desangiz, ag'a qarang, har doim endi display tushirasizmi, hozir buni o'tib ketsam hozir Redmi. Original chexoli, ag'a. Keyin bunda bir shisha laminati bo'ladi o'zi. Shisha laminatini beraman, keyin bunda original golovkasini beraman. Originalmi? Originali, masalan, 30 ming so'mlik golovkani originalda berilmaydi, ag'a. Libbo era borib, ko'rib tekshirib basinglar. Original golovkada shunday pechati bo'ladi. Endi to'g'ri poddelkadan bo'lishi mumkin, men bilmayman, menda yo'q, lekin chisti original ag'a. Original golovkasi, chexoli, shishasi shu narxda amal etadi. Agarda bizani bahamiz yoqsa, obunachilar gelsin, zo'r bo'lsa kommentariya yozsinlar. Qimmat ekan, iberdi imindi ekan deb yozmasinlar, qarang ag'a. To'g'ri qimmat bo'lishi mumkin, aytganimdek 1 yil ofitsiallik garantiyali bo'ladi. Bular hammasini ko'rtuzgina pechatli bo'ladi. Yapıştırılan emas. Yapıştırılan emas o'zi ag'a. Chisti zavoddan kelgani, iberlarini Dubaycha, arkalari Dubaycha, Xitoycha yozuv emas. Chisti originalida turibman-da. Zavod narxidan ham arzon bahoda beribmiz o'zi. Yanında 3 vaji podarki. Endi hozir o'qish boshlanadir-da ag'a. Meni kiysam byudjetim 1 million atrofi, 100 dollar atrofi. No'lan tavsiya etib berasizmi? 100 dollarga Redmi'dan ham, Infinix degan modellar ham bor. Endi har xil bor-da, budjetini qarab, agarda qarang, 100 dollar bo'lsa ham ag'a taklif beradi. Yanına yana bir 70-80 dollar qo'shib bersa, bir to'la yaxshi telefon oladi. Agar yo'q bo'lsa, qarang, bir dona pasport beradi. Kerak bo'lsa telefonni eldidan plan bermasin. Bir pasportni berib turib olib ketsam bo'ladi. Podark etchek bo'lsam, endi qarang, zo'r tarafini aytaman, podark etchek bo'lsam kredit olacak. Eldidan to'lovi yo'q. Cho'rnay tushmagan bo'lsa bo'ldi ag'a. Bir dona pasportini berib, eldidan to'lovsiz, hech qanday iCloud ham, Samsung akkaunt ham qo'yilmaydi, kirib kelsam akkalimni do'r berib beramiz. Do'r beriladi. Do'r berib beriladi. Yaxshi. No telefonsan. Bu hamma telefon Android. Liboy. Android, Samsung, Redmi, Honor, Liboy. Redmi'da endi 17 chiqdi ag'a, yangi pokoleniya уже bu. Hamma ko'rdi уже, bildi. Endi narxlari qiziq. Qarang ag'a, Redmi A17 modelingiz, buni ham 3 xil pamyati bo'ladi. 4.1.8 lik, 6.1.8 lik, 8.256 lik bo'ladi. Men endi eng arzonini aytmoqman. Hozir videoda endi qisqacha bo'lsin deb 2.120 ming so'mdan boshlaydi. 4.1.8 lik ag'a. Redmi 15 degan modelimiz, bu ham 4.1.8 lik 2.090 ming so'mdan ag'a. Keyin Note 15, Note 15 Pro deganlaringiz, hozir Note 15 Pro ni aytib o'taman. 3.360 ming so'm bo'ladi. Note 15 Pro plus 5G deganaga 3.780 ming so'm. O'zi narxi. Note 15 ni qo'ymadim, sababi ag'a qarang, Note 15 o'zi bor. Prosta endi tez arada Note 17 degani keladi. Endi obunachilar yaxshi vajib beradi. Bu narxni undan endi ozgina kutsalar keladi-da o'zi. Toza pokoleniya. Toza pokoleniya zo'rini aslida aytibman, lekin bizada bahasam 2.300 ming so'm yoki 2.250 ming so'm atrofida chiqadi. Note 15 ham kelsa, uni ham arzon aytib beramiz. Bir de Redmi'lariz. Redmi'de o'zingizda bilasiz, shishasi, chexoli, golovkasi hamma o'zi bor. Nani choy ichida. Hamma o'zi bor ichida. Nani choy ichida. Bu Redmi'lari sizni aytib kelsalar bo'ldi. AirPods beramiz hammasini. Bir AirPods shunday qo'shamiz. Shunday ichida beramiz. Men ichida endi noshik yo'q-ku. Shuning uchun ana shu noshikni AirPodsdan beramiz qo'shib. Shunda bo'ladi. Narx o'zgarmaydi. 30 ming so'mlik, 20 ming so'mlik emas ular ham. Chisti original, yaxshisini beramiz uni. Ay versiyalar emas, ay emas ular. Dim oddiysini beriladi, yaxshisi beriladi. 100 ming so'mdan arzon emas, ochig'ini aytgan. 100 ming so'mdan arzon emas.
Honorlardan yangi, hozir Honor ham qayta Redmi qaraganda ko'proq sotuv bo'lib turibdi menimcha. Endi og'a Honorni reklama etish ham shart emas. Ochig'ini aytganda Eng ko'p reklama pul surib turgan brend. O'zi Honor'ni o'zi liboy televizorni ochsangiz ham, ko'chada yursangiz ham, plakatlardan, monitorlardan hamma yerda Honorga yetiradi. Honorlarni ham og'a qarang, bir yandan aytaman. Honor X5D Plus degan modelingiz 1.935 ming so'm og'a. Honor X6Y degan toza chiqqani bo'ladi og'a. Bu 2.400 ming so'mdan boshlanadi. Yana Honor 6S degan modelingiz X6S hang? X6S deganingiz 256 lik og'a. 2.160 ming so'm. 7D degani bor. Qaysi endi bu yerda mana toza chiqqani ham, svit ham qo'shaymi. 7Dmi, 7Ymi? 7Ymi, 7X ham bormi? 7D, 7Y. Desam va yesam ekan, qarang. Dsini aytib o'taman og'a. 256 likning bahosi 3 million chiqadi. Honor X7 Y deganingiz 256 lik 3.60 ming so'm chiqadi. 60 ming so'm raisda beradi. Bu toza avlod, toza pokoleniya, uje obunachilar. Yangicha ko'rish ham svitlar ham tozalanganda. Uje sun'iy intellektda o'zini programmalari bor, maxsus ishlatsangiz bo'ladi. Hozirgi uje вообще toza. X8D modeli bo'lsa, 828 2 3.840, Honor X9D 4.740 ming so'm pul bo'ladi. Eng ko'p sotiladini eshitmayapcha Honor'ni ham qo'shib berasiz. Honor ham shog'at, nima deymiz? Airports buni ham ichidan mo'jib bor, mana chay ichida. Shu birdan kelsalar siz aytib Airports'ni beramiz. Endi orqamizdagi o'quvchi bolalar uchun hozir endi Android nima deymiz? Mening telefonimni olib beradigan bo'lsa, meni bolam kelasi bizlarga Instagramga kirib ketadi, buni aytadi dedilardan, knopkali telefon olib beradilar. Knopkali telefonlarga assortimenti ko'p. Menimcha bozorga chotki narsa taxlab qo'yibmiz, ko'rib turganingizdek. Bu telefonlarni ham zo'r taxlab qo'yganni, knopkasini ham og'a bida 10 xil, 20 xil deb bo'lmaydi, 100 dan xil ziyod svitlari, modellari bordan og'a. Buni amasda birma-bir aytib o'taman desam, o'sha vaqtimiz yetmaydi. O'zining uchun desa obunachilar qisqa, lo'nda narsa kerak. So'm yeri kerak deydi-ku, mana shu главный yeri shuda. Buni ham bahosiga qarang, 100 ming so'mdan boshlaydi, 400 ming so'm, 500 ming so'm, 600 ming so'mgacha boradi. Har xilisi bor. Har xili bor. Ateistlar uchun ham, momaylar uchun ham har xillardan kelib turib olsam bo'laveradi. Va bunday qadimgi avvalgi telefonlar yaxshi ko'radiganlar borku, Nokia 88800 deydi-ku. Endi shunga o'xshab chiqqan kelsa bu no'yniki bo'ladi degan. Sezon bu? Bu baho savdo adashmasam bir 550 ming so'm atrofida chiqadi. Boshqa ekan. U gold svetidan meni. Svetam bogatiyaz lekin ishlaydi. Xo'p, endi obunachilarimiz o'zlarini eski bushni telefoni bo'ladigan bo'lsa, qaysi modellarini barter bor? Liboy. Yo, Liboy emas-ku. Liboy, qarang, Samsung, Redmi, Honor, Vivo, Liboy, qarang, bir sharti korobkasi bo'lishi kerak, telefonning aybi bo'lmasligi kerak. Masalan, bu sotadigan odamimizdan biz endi sotishimiz kerak-ku, ustida biz 50 ming, 100 ming so'm qo'yib sotib beraveramiz. Sababi o'zini telefonni aybi bo'lmasa, o'zini hech narsani ravo ko'rsak kerak, bir ham shu narsani ravo ko'rish kerak-da. Boshda ko'ramiz, aybi yo'q bo'lsa qilaveramiz. Farq yo'q non telefonlarda. Avval iPhone bilan Samsung to'lka. Yo'q, endi hozir Liboyni olamiz. Sosteniyasi yaxshi bo'lsa, sifatli garantiyali bo'lsa, qilaverasizlar. Liboyni olamiz. Salomat bo'ling, yaxshi aytibsizlar shu ishni. Endi bozorda qarang, ko'rib, ishlatib ko'rib olsalar bo'ladi. Masalan, bozor territoriyasida yo'q, endi men endi bilmayman. O'zimiz aytibman, zo'r imkoniyat aytibman-da, o'zini yaqqan telefonni misol keladi, ishlatib ko'radi, yoqsa oladi, yoqmasa qo'yib ketadi. Xafa bo'lish. Faqat iPhone emas, ne только Androidlarni hamma versiyalarini qo'yibsizlar. Liboy. Zo'r. Nima endi iPhone'larni ishlatib ko'raverasizlar bu yerda. Endi ikkinchi qo'l telefonlar. Hammasi iPhone'ingizda bu versiyasi bo'ladi. Bu telefonlarning hammasi ko'rib, tekshirilib, usta nazoratidan o'tgandan keyin orqa qolamiz bular hammasi. Bularni ham aytganingizdek, sizning yoningizdan kelsalar, bahosini qaytib ham beramiz. Chexoli, shishasi, original golovkasi. Obunachilarimiz ishini endi buni ko'pincha kimlar oladi? Studentlar, SMMchilar, mobilograf va kanal yuritadiganchilar ko'proq iPhone'ga qiziqadi. Shular uchun yog'day bo'lmaydigan bo'lsa, bir 3 oyami, 6 oyami o'zini pulini hech qanday foiz to'lamas, yozilgan narxini bo'lib qilib berib qo'ymiz. Sanaqli obunachilarimizga. Og'a qarang, 5 tanasini aytsak bo'ladi. 10 bo'lsa nima ko'rsatganmi? Yo'q, endi 5 tanasini o'zini yaqqan. Bo'ldi 10 dona shu bushlidan aytamiz, bu safar. 10 dona. Evet, paketini aytdik-ku. Endi bushlidan keladi, tanlaydi, yakadi. Bo'ldi o'zini bahosini 3 oyga bo'lib beradi. 10 donasini. Getdi obunachilar. Masalan, shuni siz 1000 so'mga kelishdaysizmi? 1000 so'mni 3 oyga bo'lib to'laydilar. Qaysini? Farq yo'q, bu ishdan oldindan to'lovni chiqaradi. 30% beradi, qolganini 3 oyga bo'lib to'layveradi. 3 oy bahosi bor, o'zining yozilgan bahosi. Obunachi hech qanday ustama minmaydi. Masalan, siz shuni 525 dollar oladigan bo'lsangiz, oldin 30%ni beradi, so'mda. Endi dollar yozilgan, so'mga o'girasizlar-ku, to'g'rimi? E'tiborli bo'ling obunachilar. Dollar yozilgani bilan so'mda ishlanadi.
Fakat şu günni qanday tasdiq qilib beradi. Az dollar tushib qayta выгоднее. Qayta arzon bo'ladi. O'zini ishlatib turgan telefoni bo'lsa, trading kessam bo'ladi. 11 bo'lami, 12 mi, 13 mi farq yo'q. Aytganimizdek, korobka dokument hamma narsasi bo'lsa bo'ladi. Men o'zim iPhone'im bor. Mesela 16, 17, 15 bor. 17 Pro Max ya Pro ajayakda. Üstüne yetmeyen puldan chiqib variant aytib berasiz. Aytdim-ku, bo'lib turadi, beraveramiz ham. Farq yo'q, aytdim. Agar eldinda telefon yo'q bo'lsa, pul yo'q bo'lsa, bir pasportni beradi. Umuman to'lovsiz deb telefonni olib ketib beradi. Xolasa, ina ko'p odam hozir yakadon telefon 17 Pro Max-ku. Ava. Ina. Shundan bir dona pasport bilan eldinda to'lov olib chiqib ketsalar bo'ladi. Buni narxi birinchi so'm bo'ldi? 1455 dollar. 1455? Seriously? Kartalı ya, seriously ya. Sim kartalı yana. Sim kartalı var. Ama qayta qimmatladi deb eshitdim, sizlardan o'sha arzonladi. Endi bizda hali qimmatlamadi, bizda keyinchalik qimmatlashi mumkin. Sababi biza o'zi baho ko'tarilgan, действительно, bahasi masalan, ko'na baho degan-ku, to'g'ri keladi, bir-bir arada. Qimmatladi deb eshitdim. 1550 Toshkent o'zini o'zi. Ava. 1550 Toshkentda. Endi 2-3 kundan keyin biz hamma yerda qimmatlagan. Uchun sen sun'iy intellektdan vajdim qimmatlatib berayotir, hammadan. Hammada. Zo'r, azobunachar iloji boricha shu aytilgan narxlarda oqqanlar bugun xudo xolasa 12-avgust. Shunda bu videomiz birinchi kam ertangi ham xudo xolasa. Uzoq bilan ertang, 13-avgust. Bo'ldi, yana shunda aytingda obunachilar, yana bugun gelsalar ham shu narxdan beramiz og'a, yana ertaga 13-da qo'ysiz-ku. 13-dan to oyning oxirigacha iloji boricha beramiz. Masalan, aytganingizdek, baho o'zgaradi. Baho o'zgarsa bizda ham masalan. To'g'ri tushunadilar obunachilar. To'g'ri tushunsalar, yana masalan, oyini 10 kundan 15 kundan keyin gap turib shunday dedi-ku Og'abek, lekin hozir necha 100 ming so'm farq etishi mumkin deyishlari mumkin. Bugun kelsa 1455 dollar, pожалуйста, olib ketaversin. Xolos ertaga ham 13-da aytdingiz-ku. 13-14 dan va'da. 13-14 dan va'da. Navro'zbek obunachilarman, men siz menga ham dollarlik bajarga 20-30 dollardan qaramaydi. Endi obunachilarim o'qituvchilar, planshet ya bo'lmasa ham planshet ham notebookning ishini bajaradigan bo'lish kerak. Og'a, bunda gangali, sal o'tib kelganlar, bunda go'stamas Og'abek. Beda og'a, bunda yo'ttuzkina. Bulan bahası arzan içinde hem müzik çıkadı, klaviaturası çıkadı, mişkesi, hem müzik var. Yok, zoru, full gerekirse benim şey düşünüyorum sana. Redmi iPad. iPhone 2 bu. iPhone 2 bu. iPad E16. İsteseret daha özürlü. iPad E16, bunun bahası az kımmat ağa işanı. Özün saytında 466 dolar. 200 dolar kımmatladı. Aa, düşünüyordu. Bizim dükkanımızdan 420 dolardan xarid etib ketsak bo'ladi. iPad E16. Demeyəm ha. iPad'ni ak qo'ysanizlar, oltin bosib qo'yganning gap bu. Doğrusuda qimmatlaymi? Bu ishingizning tozasini bahasini sotib ketib biladilar. Shu yaxshida. O'ylaklardan ko'rib turibman, narxladim. iPhone'dan 2 povut bermayman debdi, bilmadim nechun. Zapros ko'pmi? Endi ağa hamma ham 400 dollar puli yo'q, balanchik. Zo'r ağa. Göstersangiz göstermoq. Go'sting ağa? Endi. O bomba osmon. Bombaga ağa. Endi bunda o'zida göstermam qo'yibdi, nollar chiqishini yana. Klaviaturasi bor, yana mishkasi bor, o'zini pensillari bor. 16 ga 1 terabayt Og'abek, 5 CD ishi. 16 ga 1 terabayt. Bahası 1 million nima hisob? Pomito notebook kerakmidi bunga? Ağa bir realni 1 terabaytmi bu? Yo, просто reklamami? Yo'q, ağa 1 terabayt. Bo'lmasa siz 1 terabayt ağa, kompyuterlarda. Personal kompyuter. 1 terabayt ağa, o Kitap-ku bu. Açsam bo'ladimi? Açavering yana. İçinde ya chiqadi. Olasan chiqmasmi? Oh, yamanlashku bey. Hamma narsa o'zida-ku. 1500 dollar gap. Zashnikini qarang obunachilar. Ustundagi zashnikdan tashqari imni zashnik ham bor, chexoli. Sezonmaga 1 million nima hisob? Statik kesalar 880 ming so'mdan beri olamiz. 1 million so'raydigan ekan salqaldi. Yo'q, ağa, narsa. Muaviyat oladi. 50 ming so'mdan tutsangiz ya. Plonkasi, bo'ji, og'ayna, bunda mishkasi, bonuslarni bu airportdan chiqar ekan ağa, içinde. To'g'ri, tayyor. Dizaqin. Ağa. Yana indasi deysizmi 100 ming ham bir sho'yat yo'q ekan ağa. 1 million, uzr, 880 ming so'm. AirPods, mishkasi, provoda zaryadchi, klaviatura, planshet, notebook. Yani o'ylayga obunachi. Bir like bosib qo'yasiz, videoni oxirigacha ko'rib turing, xudo xolasa zo'r yangiliklar bor. Ishini o'zini, masalan, o'zining telefonini topshirib turib, ishini olib ketsalar ham bo'ladi-da. Bu o'zi olib ketaveradi. Xolasana, bedam mo'jiz bor-ku. Latinskiy, arabskiy, turetskiy mishkil boshning tillari bor ekan. Qarangali, bu narsani ko'p odam so'raydi, bormi deb. Kelibdi-ku. Orqasi ekran bor. Avo, yana ultrasi deyman,
17T Pro deymi ko'p odamda hozir 17 ni T'ni o'zi bor adam. Pro'ni ko'p odam qidiradi. Pro'sini chaldirib ko'p. 1700 yo'q, 1000 chavi? Bu bahasi yo'q, dumon 1000 emas, $720 chiqadi. Ina bu $1400 atrofida chiqadi. Ekran arkasi ekran. Endi eng yomoni bu, ya'ni internetlarda shov-shuv bo'layotgan Xiaomi 17 Ultra Black. Qancha bo'ladi bu? 1 terabayt bor adashmasam. 1 terabayt. Doldurulmay qarab bo'lasiz-ku? 1 terabayt, 1 terabayt. Endi iPhone'ingizda liboyaga yurtmasa, original AirPods dismi, Samsungning Batislari deysizmi, Whoop dismi, assortiment ko'p. Samsungning S seriyasi 512 necha bor. Endi Alisalaringiz ish qilib aytganimning vez dum ko'p bo'lgan. Ayollarimiz akadon Dyson'dan ham arzantib beramiz. Siz nomingizdan kelsalar o'tgan safar qo'yadik-ku. 3siga yetibdi. Ag'abekdan ko'rdik deb endi ayollarimiz yanmangni ko'rmadim. Aytibdilar. Olib ketganlar-da, bo'lib turisham og'allar naxamoqlar. Bular ham liboyni bir dana pasportini beradi, xolamajon olib chiqib ketaveradi. Imbajdan chekel. Bu azaga hozirgi kunda konditsionerni vazifasini bajarmaydi. Salqin havo, masalan, uyda yosh bola bo'lsa, qari odamlar bo'lsa ta'sir etadi-ku. Bu ventilyatordan sal yaxshiroq. Ham havoni vlajnatib berdi, bu yerdan suv solasiz, endi salada yerbayina, o'shanda suvni saqib qo'yasiz, yarasiz. Buzda salqin havo berib turadi. Issini yo'ttirsiz, yamaytib turibdi. Bu tabiiy shamol-da, bang. Tabiiy, tabiiy. Ventilyatorni sal salqinroq versiyasi. Eng qiziqi narxincha so'm bilan? 3.500 ming so'm. Buni 3 millionga beramiz, agar kelsalar iloji boricha arzonatib beramiz. Ag'a, o'zini bahosini 3 oy ham bo'lib beramiz. Boburbek ham yervadim beri import keladimi, yosh bo'lsa, kelib ikkita eng kattasini ikkita uydan. Zo'r ekan. Bo'lsa konditsioner olmoqqa puli bor, to'g'risini aytaman. Lekin shundan ketibdi. Konditsioneri bor, lekin konditsioner ishlatmaymiz aytib turamni. Uyda farzandlar bor, konditsioner yo'q, uyning o'zi yo'q, ag'a. Hammada konditsioner bor hozir. To'g'ri. Prosta yosh bolalar uchun qo'yilmaydi bu narsalar. To'g'ri. Notebook bilan yangilik ha. Ag'a notebook 400gina, katta assortiment, xohlagan notebooki bor. Bahosi ham zo'r, liboyini ko'rib solishtirsinlar. Fakti bilan aytsa, shunikidan kerakasa 200-300 ming so'm arzonatib berib beramiz. Liboyida o'zi arzon yasib qo'yibmiz, baho yasib qo'yishimizga sabab klient kelib ko'rib solishtirish uchun. Bahosini solishtirish uchun. Ko'radi, o'zini yoqqan notebookni tanlaydi, naq baholardan bo'lsa, bu kes narsani qo'shib beramiz deb. Odam aytadi. Narsa ku? Stolini ag'a. Yo'q, naydilarmi? Adini ayting. Tenedron, noyadlar. Ko'rik. Biz ham uni qo'shib beramiz. Undan yaxshiroq narsa bor. Men ko'rik qo'shib berasman deganda bo'laman. Ha, istadim ya. Diktanadi. Tushadigan farqi o'zlaridan moslab qo'yib olaveradi. Ha, xohlagan notebookini bu ustani qo'shamiz. Liboy notebookni oladi, tanlaydi. Bahosini ham kelishadi. Keyin bonusini Og'abek shu stoldan qo'shib beraman deb aytib desa, bo'ldi, beriladi ag'a. Ketding, bunacha bu qachondan qo'shib berasizlarmi? Shu oyning oxirigacha beradi. Ha, o'qishchilar uchun zo'r ekanda, undan. Yuridanmi bu? Yuridi, endi xohlagandan qo'yib yuraveradi. Oyoq yurilmaydi-ku? Endi zamonaviylar endi ag'a. Qaytagan. Ha, endi biz endi alashtirmaysizlar, biz endi zamona yaxshi o'z ekan lekin. Narxini o'zini bo'lib to'laraveramiz ishga. 4 oy shu o'zini bahosini bo'lib qo'yadilar. Foiz ustama? Foiz yo'q. 8600 ku, 8600 100 so'm ham bo'lmaydi. 1000 so'm ham bo'lmaydi ag'a. Bo'lib to'lar, bo'lmaydi. O'zini bahosini bo'lib to'laydi. Endi bu aytgan narxlarimiz qachondan bo'ladi ag'a? Og'abek yana 1013 aytganimizdek oyning oxirigacha o'zgarmasa beraveramiz. Iloji boricha yetirib bilsak, olib beraveramiz. Shu aytib o'tgan narxlarimiz hamma filial amal qiladi. Hammasida amal qiladi. Bog'ot, Gulland endi necha turibdi bu amalat ham? Amalda. Gulland uni showroom-ku, Shepskiy, butik-ku. Liboy do'kon. Neda Dekkan bozordan yozuv ko'rsalar bo'ldi amalat. Girib turib ish videoni ko'rsatsalar bo'ldi. Bo'ldi. Obunachilar salomat bo'ling, sog' bo'ling. Navozbek obzor uchun rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.